Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani arzonlashtirilgan yem markazidan Samarqand zavodidan Pryamoy yemlarimizni mana mashinasidan avtomashinalarda olib kelib tushiryapmiz. Joyimiz lokatsiyasi bu taraf Zarkin jome masjididan kirishda, bu tomon Andijon Bo'z o'rmon xo'jaligidan kirib berishdi. Yo'lni bo'yida, katta yo'lni bo'yida. Xohlasa mana yemlarimizni upakovkada qopli holatda zavoddan Pryamoy narxda kelib Pryamoy tushirilyapti. Xohlasa kimga zarur bo'lsa optim narxlarda donaga ham bor. Mana o'zimizning kunjaralardan. Xohlasa kimga zarur bo'lsa bir dona like bosamiz, like bosgani bitta chapacha oldi yani. Xohlasa qo'llab-quvvatlasanglar, mana yemxonamiz juda ham tonna dastlabga qilyapti. Kunjara kepaylarimiz har xillari bor. Kunjaralar narxini aytib o'tamiz. Dastlabkasi ichida 5,5 ming so'mdan bo'lyapti. Xohlasa cheklanmagan miqdorda yetkazib berish xizmatlari bor. Avtomashina xizmatlari bor. Mana Tursun akam, Aylo akam xudo xolasa juda ham zo'r. Yangi kepaylarimiz nari tomonda o'telichi. Mana xudo xolasa yangi kepaylarimiz ham keldi. Mana bular ham bor. Bular 65 mingdan dastlabkasi ichida. Xudo xolasa cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Makkiz degan kepayimizdan. Muchkasi ham bor. Muchkasi ham bor. Muchkasini ichdilar. 110 ming. 110 mingdan. Kecha ko'rgan bo'lsangiz, kechagi videomizda mana shu to'la silus edi. Siluslarimiz hozir bir dona ham qolmoqda mana. Xudo xolasa hozir zakotovka qilib mashina aytilgan. Aloqa chiqinglar, umuman ulgurmayapti. Yem, kunjara, kepay mana kunda sotilyapti mana. Mana shu yerda kepay yo'q edi. 5 so'mga tugadi Farg'ona hozir kelyapti. 5200 so'm yo'lga qo'yamiz. 5100 so'mdan xudo xolasa padishga qilinglar, yo'lga qo'yib dastlabkasi ichida qilib beramiz kunjarani 5100 so'mdan. Nariga 5,5 ming so'mdan bo'ldi qopli kunjaramiz. Qopli kunjaramiz 500. Samarqand o'zini mana avtomashinasida yetib keldi mana. Xudo xolasa Samarqand asl kunjaralari. Mana chorvachi akalarimiz uchun. Xudo xolasa buni maksimal darajada tezda chorva boqayotgan akalarimizga va yem bilan shug'ullanayotgan biznesmen akaxonlarga jo'natamiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz.